Okay, everyone, welcome back. So let's learn lesson 20. First of all, let's learn some new words. Sağdaş yaxşımızlar. Hem de şu 19 dersinki devam bolgan. Nahmaş 20 ders, məşq dərsini bir gün ötəylə. Bunun bir neçə yeni söz var ekan, bir neçə yeni sözünü öyrəngəndən ekan, ondan birlikdə məşq qılaylar. Okay, birincisi big. Okay. Ana big, anda ma söz nə mənadır? Sən çoğ yoğan degan gəp, hə? Çox balla bunu big deyə oxuyalar, bu big emas nə mənadır? Sən big. Get. Big deganimiz nə mənadır? Sən çoğ yoğan degan gəp, hə? Oxuyaqınlar? Big. Yaxşı. Yəni birinə big. Yaxşı. Big deganimiz nə? Çoğ yoğan degan gəp, hə? Mesela the bus is big. Okay, and bu avtobus bolsa yoğan. Bunun neyimiz? The bus is big. And the küçük degan ne görürsən? Small. Okay, qarala küçük maşına qanı mərsən? Small. Okay, small. Mesela the car is small. O maşın bolsa ne mərsən? O maşın bolsa küçük. Yani ne diyeceğimiz? Small. Okay, çoğun degan ne? Big. Onun degen namaz qarsanlar, mana qarsanlar maqaycıda birisi demekan it's a big, yani birisi emas small. Okay, small degan kichik, big deganimiz cho'ng. Bular mana shu kiyim-kechaklarning razmeri. Razmeri. Mush razmeri kelganda qanasanlar, masalan S, M, L, XL, XXX deydigan gaplar borku. Ana bularning bu inglizcha ma'nosini ma'risanlar, masalan S deganimiz nima desangiz small. İngilizcedagi bu small kichik degan so'zningki qisqartirilmasi bosh harfi. S shunami small, okay? Uni degan M degan joyda middle, okay? Middle. Okay, middle deganimiz o'ttiranchi degan gap va small degan kichik bo'lsa, middle deganimiz nima desangiz o'ttiranchisi. O'ttiranchisi. Agar nima L deganimiz nima desangiz large. Okay, large. Large degan bu yo'g'on cho'ng degan gap. Odatda shu big bilan qanday desanlar, ikkisi ma'nodash keladi. Endi bu big bilan farqi nima desanlar, big ning ishlatilishi bir qadar ko'p. Masalan, ba'zi abstrakt narsalarga big ni ishlatgan, masalan, big idea, night yo'g'on bir idea degandek-chi. Mushunga qanday big ni ishlatadi. Endi large degan ko'pincha konkret narsalarga ko'z bilan ko'rgini bo'lgan narsalarga ko'pincha konkret yo'g'on zo'r narsalarga large ni ishlatamiz. Endi bu yerga XL degancha. Endi bu XL deganimiz nima desanlar? XL extreme large. Extreme degan darajadan tashqari. Okay, large yo'g'on. Demakchi darajadan tashqari yo'g'on. Endi demakchi XL deganimiz shu darajadan tashqari yo'g'on. Endi shuni hamma nima desanlar? Bu kiyim-kechaklarning size. Okay, size degan razmeri. Demak shu chunonki nimasi cho'ng kichikligi. Cho'ng kichikligi. Small, middle, large, extreme large. And XXL was extreme large. Shunami? Okay, small, middle, large, extreme large, yoki nima? Size. Okay. And the keyingisi nima desanlar? Open. Xo'sh, open. Open. Endi ma'no o'qiganda O. Okay, ma 5 yillik harfni O deb o'qiymiz. Open. Open degani nima? Ochiq. P sifat bo'lgan ekan. P bo'lgan ochmoq deb ma'nosi bor. Ochiq. Masalan, the door is open. O eshik bo'lsa nima ekan? Ochiq ekan. The door is nima? Open. Okay, open. Xo'sh, endi keyingisi nima desanlar? Shut. Okay, shut. And the door is shut. Okay, and the shut degan yepiqliq degan gap. And the peel bo'lgandek ma'nosi nima desanlar? Yopmoq bo'ladi, yeping degan gap. Masalan, shut up. Og'zingizni yuming degan gap. Shut up, shunami? Okay. Shut, yepiq. Masalan, the door is shut. Ochiq bo'lgan bo'lsa, open, yepiq bo'lsa, shut. Open, shut. Okay, next one is light. Okay, light. Okay, light deganimiz nima desanlar? Yenik. Yenik. Light. Endi mana ishidagi GH harfini qanday qilmaymiz desanlar, talaffuz qilmaymiz ma'noda. Shunga buni talaffuz qilganda light deb o'qiymiz. Light. Yenik. Masalan, this book is light. Bu kitob bo'lsa qanday desanlar? Yenik. Endi qaranglar, olma kompyuterga. Bu olma kompyuterning odat qanday desanlar? It's very light. Okay, masalan, iPad mi bo'lganlar qanday bo'lib ketdi? Light bo'lib ketdi, shunami? Light. Okay, next one is heavy. Wow, look. Mashina qarsangiz qanday? Very heavy. Okay, heavy. Heavy degan ig'ir degan gap. Masalan, my car is heavy. Okay, mening mashinam bo'lsa qanday? Ig'ir. Okay, ig'ir.
Okay, another thing, heavy bossa, he's very heavy. O intayni demekçe simiz demekçe. Simiz degende bu şey heavy arqılı ifadeleşki bolu. Nimlerikemiz heavy. Okay. Amsa qarasanglar, hamda maaş kısniki. İştine qarap bag'anlar. Bu pants qanday ekan? Birisining very long ekan, shunami? Long. Okay, long. Hamda a tavishni o. Bakinglar, o. Okay. Long. Ma'ujo short. Namani ishtine, nima short ekan. Long, yani birisi nima desanglar? Short. Okay, long deganimiz uzun, short degan nima desanglar? Qisqa. Masalan, my tie is not long. Meningki galstukim tie, galstukum uzun emas. Not long. Not long degan uzun emas degan gap bo'ldi. Okay. Next one is shoe. Okay. Shoe deganimiz nima? Oyoq degan gap. Shoe. Okay, mana buni shoe sal so'zlab o'qiymiz. Shoe. Okay. Shoe deganimiz oyoq. Endi buni orada ataganda oyoqlar deb ataydi ingliz. Shoes. Oxiri bir tal s ketildi. Bu s ketilsa nima desang, is deb o'qiymiz-ku. Shoes. Okay, shoes deganimiz nima? Oyoqlar. Okay, oyoqlar. Orada shu oyoq bir jup bo'ldi emasmi? Ma'ni ingliz tilida ko'plik sanaldi. Shunga shoes deb o'qiydigan gap. All right, next one is grandfather. Okay, grandfather. Xo'sh, endi grand deganni ayt ulug' zo'r degan. Grandfather deganimiz endi shu cho'ng dada. Okay, cho'ng dada yoki buva degan deymiz, grandfather. Endi hojim dada deganda desam shu grandfather shu. Ishlanadimi? Grandfather. Grandfather. And the father deganda ramti. And grandmother. Endi buni diqqat qiling, bir nuqta men grand din talaffuz qilmaymiz. Grand. Okay, grandmother. Okay, grandmother bo'lsin bo'ldi. Cho'ng ona yoki nima? Moma. Grandmother cho'ng ona yoki nima? Moma. Grandmother. Grandfather bo'lsa cho'ng dada. Xo'sh, amsa bu bizningki bu mashqniki nimasi qarab boqaylik. Buning qanaqasanglar shu BP yillarni to'shqizdik ekanmiz. Endi sinab yaqinlar bolalar. Masalan, those children our bolalar nima keldislarni amizlardan qaysi kelish mumkinmi shaga? Am kelamda izmi? Yoki armi? Nima? Are. Those children are tired. Our bolalar qanday qilib erib ketdi. Ko'plik bo'lgan ekanda, those children are tired. And the key is their mother, okay? And their mother ularning onasi. And ularning onasi degan endi bir odam shunami? Bir odam bo'lganki uchinchi shaxs birlik bo'ldi, bir odamni ko'rsatgan ekan. Shuni nima is. Yana their mother is tired too. Ularning opisi qanday qilib ketdi, erib ketdi. And that ice cream man, that degan shunami jiraqtgan aslani. That ice cream man qanday intayin aldirash is very busy. Okay, that ice cream man is very busy. Is very busy. Xo'sh, endi ma'nocha his ice creams, uning marojnalari ko'plik bo'lgan degan qaysi keldi? Mango va mango are very nice. And what is the matter, children? Mallaning bo'ldi. Biz qanday qilib ketdik? Biz degan biz birinchi shaxs ko'plik are keladi. Are thirsty. We are nima? Thirsty. King'scha, what is the matter, Tim? Wait, Tim sizga nima bo'ldi? Men erib ketdim bo'scha. I'm tired. I am nima? Tired. Okay, I am tired. And mau B, shu kitobning 40-bedagi exercise B qarasanglar, mashq B gacha. Endi men ulgu misolni shu ulguga asosan qanday qilsam bo'ldi desanglar, ko'chirib ishilsam bo'ladi. Masalan, his shoes dirty or clean. Endi uningki oyoqlari pokizmi, mehnatmi? Okay, masalan, are his shoes dirty or clean? Endi men shoes degan ko'plik sanaldi bolalar. Amaliyotda bir jup oyoq bor endi. Ani ko'plik sanaymiz. And are his shoes dirty or clean? Uningki oyog'i pokizmi yoki mehnatmi deb so'raymiz. Bu yerga o'tiradigan or deganimiz yoki. Tushunami? They are not dirty, they are clean. Ular qanday emas? Mehnat emas. They are clean. Ular pokiz. Demak, Islam shu berilganiga asosan are his or something or mamanda emas. Demak, tirnoq qishirlikni qanday qilsa desanglar, inkor qilibsizlar. Inkor qilganda BPLning keyingi natni qatimiz. Masalan, alaylik. Children tired or thirsty. Demakchi bolalar erib ketdimi yo afsob ketdimi?
Mesela, are the children tired or thirsty? They are not tired, they are thirsty. Hem de meğer tired degenimiz meğer tırnakçı boğa çıkan meğer ki ular erip ketmedi, ular kanaq ketdi, usap ketdi. They are thirsty. Hem de ma keyingisi çıkıyordu sanla. Mesela children tired or thirsty de boluk. Hem de ma postman cold or hot. Hem de o poştalyon ısıp ketdi mi ya ki to'ngap ketdi mi? Bolsa are the postmen Okay, are the postmen? Endi müşarike ma postman degan bir xat xato bo'lib qopti. Vallahi ega o'zgartirib o'tanglar, ana xafa bo'lmaydi. Postman. Postman ma menninki e bo'ladi ko'plik shaklda emasmi? Are the postmen called pochtaliylar sib ketdimi yoki to'ngab ketdimi? Yana they are not cold, they are hot. Ular to'ngab ketmadi, ular sib ketdi. They are not cold, they are hot. What about hairdressers, thin or wet? And the satraşçı, uğuruk mu yaksımız mı? Are the hairdresser thin or fat? They are not thin, they are fat. Ola, nime emas, uğuruk emas, ular simiz. Kingsçı, shoes küçük mü ya küçük mü? Hem de bana ayağı çoğu mu ya küçük mü? Are the shoes small or big? They are not small, they are big. Ular çoğun emas, ya küçük emas. Ular qana yo'q. They are big. Endi mana qaranglar, are the shops shut or open? Endi bu yerga shut open onandikin shops shunami dukkanlar ochiqmi yoki itiqmi? Are the shops shut or open? Okay. They are not shut, they are open. They are not shut, they are open. And the kitabını qarasanglar, mesela cases heavy or light. And ularning chamdalari eg'imi yoki yeniq bu? Are his cases heavy or light? They are not heavy, they are light. And my yettinchisi, and grandmother. Grandmother, okay, and grandfather, young or old. Ularninki qirmi yoki yoshmi? They are not young, they are old. And are the grandmother and grandfather. And grandmother, grandfather young or old. They are not young, they are old. And sixteen say, are their hats old or new? They are not old, they are new. Okay, they are news. And the trousers. And the trousers deganimizda ishton. Masalan, uzun ishton ne trousers deydi. And the ularning trousers short or long? Are his trousers short or long? And trousers and the ko'plik bo'lishlik sabab ishtonning ikki tal puchuqi bor shunami? Shunga ham demaydi, ko'plik sanaydigan gap. Demak, are his trousers short or long? They are not short, they are long. Ularninki ishtallari. U ishtallarning ishtallari uzun emas, ya qisqa emas, uzun. Xo'sh, endi bugungi darsimizningki homework nima desanglar, so'zlarni 20 qatim yozinglar kam deganda. 20 qatim yozib, undan keyin 19-darsni cho'qim yodlaydigan gap. Vahshiy yodlayotganlar. Yodlab oldin qatim darsimizda mana shu yodlash to'g'risida dedik. Ko'p qanday desanglar yodlanglar. Undan keyin tushunmagan narsalarni o'z bizningki appniki mana shu nimadan ovozli inkos qaytarish ixtilori orqali savol so'rasanglar bo'ldi. Okay? That's all for today and see you next time. Goodbye.